Hammaga salom. Saudiyalik maktab o'quvchisi AQShlik qiz bilan onlayn muloqot qilganligi uchun ozodlikdan mahrum etiladi, deb yozadi The Washington Post. Nashr xabariga ko'ra, Saudiya Arabistonida yashovchi Abusin ismli o'smir internet chatlardan birida amerikalik qiz bilan onlayn muloqotga chiqqan. Arabistonlik voyaga yetmagan maktab o'quvchisi Kaliforniya shtatida istiqomat qiluvchi 21 yoshli videobloger Kristina Kroket bilan internet orqali bog'langan va unga hazil qilib turmushga chiqishni taklif qilgan. Bunga javoban qiz barmog'iga nikoh uzgi rasmini chizgan va o'smirga muhabbat izhor qilgan. Shundan so'ng ular yana bir necha bor video aloqa orqali suhbatlashgan. Qiz esa bu video suhbatlarni YouTube kanaliga yuklagan. Buning natijasida Saudiya Arabistonining diniy politsiya xodimlari Abusinni axloqsiz xatti-harakatlari uchun hibsga olishgan. Uni diniy va axloqiy qoidalarga zid harakatlar qilish hamda mamlakat aholisi haqida salbiy fikrlar shakllantirishda ayblashgan. Endilikda o'smir sud oldida javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Onlayn muloqotga chiqqani uchun Abusinni $800,000 jarima va 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi kutilmoqda. Hozirda o'smirni garov evaziga qo'yib yuborishgan. Mazkur voqeadan so'ng Abusin o'z ishidan pushaymon ekanligini va bundan buyon ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmasligini aytib o'tgan. Yana bir qiziqarli ma'lumot. Saudiya Arabistonida hayvonlar bilan selfie qilish, ya'ni suratga tushish qonun bilan taqiqlangan. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.